Hazm bosqichi. Yeganimiz og'izga tushib, tishlar yordamida yaxshi ezilib, atalak holga kelgandan keyingina yuting. Ana shunda oshqozonga tushgan birinchi bosqich hazm faoliyati yaxshi bo'ladi. Oshqozonda fermentlar yordamida birinchi hazm boshlanadi va u oshqozondan ichaklarga o'tib, axlatga va kerakli suyuqlik esa ichak varsinkalari orqali jigarga so'riladi. Jigarda ikkinchi hazm bosqichi boshlanadi va u yerda ishlov berilib, javharga aylanadi jigar fermentlari yordamida. Ana shu javhar suyuqligidan 4 xil xilt paydo bo'ladi: safro, qon, balg'am va savdo. Ular qon orqali o't pufagiga, bo'g'inlarga, qon tomirlariga va ko'mikka, taloq va miyaga joylashadi. Ana shu xiltning qaysisi ustun bo'lsa, mijoz shunga to'g'ri keladi.